Demek, Geografiya 100 kun kanalimizda bugungi mavzumiz biosfera, ya'ni hayot hobi haqida gaplashamiz. Yerda dastlabki hayot belgilari bundan 4 milliard 600 million yil oldin paydo bo'lgan hisoblanadi. Dastlabki organizmlar faol bo'lib yerni egallay boshlaganiga 550-600 million yil bo'lgan hisoblanar ekan. Demak, biosfera bu hayot hobi. Dastlab Vernadskiy tomonidan biosfera tushunchasi fanga kiritilgan hisoblanadi. Endi biosferada o'simlik, hayvonot dunyosining o'ziga xos tarqalish areallari mavjud hisoblanadi. Ya'ni organizmlar 150 metr yuqorida va 150 metr pastda zich holatda joylashgan hisoblanadi. Ya'ni o'sha hududlarda organizmlar zich holatda joylashadi. Buning asosiy sababi nimada desangiz, aynan mana shu hududlarda yashash uchun sharoit qulay hisoblanar ekan. Okeanlarda ham quyosh nuri 200 metrgacha tushadi. Organizmlar, insonlar yerni faol bo'lib dastlabki egallay boshlaganiga demak 2 million yil bo'lgan hisoblanadi. Inson tomonidan o'zlashtirilgan hududlar vohalar hisoblanadi. Ya'ni cho'lni, boshqa hududlarni o'zlashtirsak, bu voha deb ataladi. Tog' oralig'ini o'zlashtiradigan bo'lsak, biz uni vodiylar deb atalamiz. Endi har bir organizm yoki boshqalarning tarqalishi bu iqlimga bog'liq hisoblanadi. Ya'ni yer shariga e'tibor beradigan bo'lsak, yer sharida iqlim mintaqalariga ajratilgan. Demak, iqlim mintaqalari asosan 7 ta asosiy mavjud hisoblanadi. Ya'ni yerning markaziy qismida bu ekvatorial iqlim mintaqasi, undan keyingisi esa subekvatorial iqlim mintaqasi. Sub so'zining ma'nosi yoni degan ma'noni bildiradi. Asosiy iqlim mintaqalari ekvatorial, tropik, demak mo'tadil, demak undan keyin esa qutbiy iqlim mintaqalari joylashgan. Ularning oralig'ida esa oraliq iqlim mintaqasi mavjud. Ya'ni mana misol uchun ekvatorial iqlim mintaqasining o'rab turuvchi iqlim mintaqasi bu subekvatorial iqlim mintaqasi deb ataladi. Ya'ni ekvatorni o'rab turuvchi, sub degani yoni degani. Endi undan keyingi iqlim mintaqamiz mana tropik iqlim mintaqasini kuzatishimiz mumkin. Tropik iqlim mintaqasi aynan issiq hududlarni o'z ichiga oladi. Yer sharidagi eng issiq hududlar hisoblanadi. Tropik bilan mo'tadil iqlim mintaqasining oralig'ida subtropik iqlim mintaqasi joylashgan. O'zbekistonning janubi, ya'ni Surxondaryo va Qashqadaryo ham aynan o'sha subtropik iqlim mintaqasida joylashgani uchun dastlabki demak mevalar o'sha yerdan chiqadi. Yoki O'zbekistonning asosiy hududi bu mo'tadil iqlim mintaqasida joylashgan. Ya'ni Surxondaryo va Qashqadaryodan tashqari barcha hududlarimiz mo'tadil iqlim mintaqasida joylashgan. 4 ta fasl aniq namoyon bo'ladi. Demak, qutbiy, Arktika va mo'tadil oralig'ida subarktika iqlim mintaqasi joylashgan. Yer shariga nazar tashlaydigan bo'lsak, iqlim mintaqalari aynan mana shunday. 7 ta asosiy, 6 ta oraliq iqlim mintaqalarimiz mavjud hisoblanadi. Jami 13 ta iqlim mintaqamiz bor. Iqlim mintaqasining asosiy xususiyati nimadan iborat deydigan bo'lsak, iqlim mintaqasi yog'in miqdori va harorati bilan bir-biridan farq qiladi. Endi iqlim mintaqasidan tabiat zonasining farqi nimada deydigan bo'lsak, tabiat zonasi o'ziga xos o'simlik, hayvonot va tuproq olamiga ega hisoblanadi. Ya'ni uni biz shimoldan janubga Yevroosiyo materik misolida ko'rib chiqadigan bo'lsak, shimoldagi demak zonamiz bu Arktika, shimoliy muz okeani o'z ichiga oladi. O'simlik o'smaydi. Undan keyingisi tundra. Asosan demak moh va lishayniklardan iborat. Undan keyingisi o'rmon tundra tabiat zonasi tarkib topgan yoki mana bu hududlarimiz aralash o'rmonlar, demak undan keyin mana bu hududlarimiz dasht, asosiy bug'doy ekiladigan zonalar, bu hududlarimiz cho'l, demak hududlar hisoblanadi. Mana bu hududlarimiz qattiq bargli doimiy yashil o'rmonlar yoki bu hududlarimizga e'tibor beradigan bo'lsak, savannalar, mana bu hududlarimizda yana cho'l zonalarini uchratishimiz mumkin. Yoki Hindiston hududlarida bu hududlarimiz savannalar, mana bu mavsumiy nam o'rmonlar, yerning markaziy qismida ekvatorial o'rmonlar, tabiat zonalari mavjud hisoblanadi. Tabiat zonasining iqlim mintaqasini ajratuvchi asosiy xususiyati yuqorida aytganimizdek o'simlik, hayvonot va tuprog'i bilan farq qiladi. Tabiat zonasining ko'proq nomlanishi bu o'simlik nomi bilan bog'liq. Misol uchun aralash o'rmonlar, keng bargli o'rmonlar, aralash, keng bargli, igna bargli kabi turlarga bo'linishimiz mumkin hisoblanar ekan. Har bir o'simlik va organizmlarning tarqalishi iqlim sharoiti va tabiat zonalariga bog'liq bo'yicha yer yuzasida tarkib topgan hisoblanadi. Mana misol uchun oddiy misolda Avstraliyada xaltali hayvonlar mana shu joy uchun xos bo'lgan endemik, boshqa biron bir joyda uchramaydi. Yoki
okeaniya hududlariga e'tibor beradigan bo'lsak, okeaniya hududlarimizda tarqalgan uch ko'zni kalta kelsak, boshqa hududlarimizda umuman tarqalmaydi. Yer sharida faqatgina okeaniya uchun xos. Endemik, boshqa hech qayerda uchramasa. Endemik o'simliklar va organizmlar yer sharida Madagaskar oroli va Avstraliyada ko'p tarqalgan. Sababi bular to'rtlamchi davr muz bosishda quruqlik tarkibiga qo'shilmaganligi uchun hisoblanar ekan. Endi ana shunday tarqalishi asosan tabiat zonalarining joylashishiga bog'liq hisoblanadi.